Shunda bu stulga chiqqan bo'lsa, anoni o'zi 180 bo'lsa, u ani stulni o'zi nechi? Shunda qanaqa qilib arqon? Voy bile. Yo insonning IQsi, yo mayli xo'p, shunaqangi bir bu katta narsa ubiyistvani yashirish. Lekin bu narsani plan qilish uchun insonning IQsi qanaqa bo'lishi kerak? Bile. Tugadi. Aytganman yo'qoraylik shuncha to'palem bo'lmaydi dedim. Aytganimni qilmadilaring. O'shanchim bir kattani bir kichkinani aytganini qil degan edi. Yoqqamizda shuncha gap so'z bo'lmas-edi. Baliq boshidan sasiydi, enasini ko'rdilaring kimligini, samonga ayblarni to'kkamanglar. Mana shu Koreyaga pul topaman deb onasidan undan chiqib ketyapti. 70% samonda qo'lida ishlagan. 70%. O'shancha kutlaringni qisib yuraveringlar Koreyaga kelganlar. Bulargachi Yozapa. Studentlar yasavaganlar ham. Opa qarang, bulargacha mabatda ishlar. O'rtoqlar voqealarning rivoji nimalar bo'lib ketyapti? Men o'zim mashina ketiga tushib, как detektiv sifatida, mana endi detektiv kanali-ku, ketiga tushib, men yetib ola olmayapman. Endi buni ushladim desam, ketidan bunisi chiqib keladi. Bular nima hammasi uyushgan jinoiy guruhga o'xshayapti. Men xotin-ki mana hozir bundan oldingi tepada qo'yganimiz, buni yoqib olish kerak edi, deyapti. Voy, bular qaysi zamonda yashayotganini bilarmikan, nima deb o'ylaysizlar? Men o'zim ham qiziqib ketyapman. Ishoninglar, buni tagiga albatta yetamiz, buni tagiga yetamiz. Prosta sizlar menga поддержка qilib tursanglar bo'ldi, buni tagiga yetamiz. Hammasini, ishoninglar, hammasini qamatamiz, hammasini. Uzatinglar. Mana Koreyada soat 3:07 o'tdi. Hozir menga Pyeongtaek degan shahardan ikkita bola telefon qildi. Aytishlari bo'yicha bitta O'zbekiston fuqarosi. Mana qaranglar. Menga SMS yozyapti mana. Aka, uzr kech bo'lganda bezovta qildim. Pyeongtaekda bir qiz o'zini o'zi osib o'ldirib qo'ydi, deyapti. Hozir banitsada nima? Iltimos demoqchi bo'lgansa kerak, yordamingiz kerak. Nima sababdan, qayerda desam, qattiq stress olgandi. Aka, kela olasizmi, deyapti. Hozir telefon qilaman, kim bor oldingizda desam, sherigim bor, deyapti. Endi bitta zapisda eshittiraman, qaranglar, mana zapisda eshitinglar-da. Harakatim sezilmayapti, uje to'xtadi. Mana ko'ryapsizlar? Bu qizni hozirgina mana morgxonaga olib borib qo'yishibdi. Morgxonaga ketyapman. Akalar, ishoninglar, umuman uxlaganimiz yo'q, chunki xabarlaring bor. Ko'pchilik menga aytadiki, "Avaz aka, nima o'lganlarni qo'yaverasiz, boshqa ishingiz yo'qmi?" deydi. Ishonasizlarmi? Uyqu yo'q desam ishonmaysizlar. Mana hozir soat necha bo'lyapti? Mana Koreyada 3:11 o'tyapti. Umuman uxlaganimiz yo'q. Mana shu mashinada yotib, har kuni ko'chalarda qiynalib o'sha saharlikni, iftorlikni ko'chalarda yatta-batta qilsak ham, mana shu narsaga hozir bizdan boshqa yordam beradigan odam yo'q. Bu bolalar ham hozir telefon qilyapti. Avaz aka, qayerda bo'lsangiz ham tezroq yetib kelmaysiz bo'lmaydi. Biz hech nimani bilmaymiz. Shokdamiz. Xullas holat juda yomon, deyapti. Endi bu qizni men hozir borishim kerak. Hali ota-onasiga ham aytilmagan, hamma yo'qni ipidan iynasigacha o'rganib, shaxsiy ma'lumotidan tashqari voqea qana bo'lgan, kim qayerda soat nechida hammasini ochiqcha aytaman. Video cho'zilib ketishi mumkin, lekin hammasini birinchi qism, ikkinchi qism, uchinchi qism, to'rtinchi qism qilib, hamma qism qilib ko'rsatib boraman. Iltimos sizlardan hech qanaqa ehson kerak emas, maksimalli podeshka qilinglar. Men endi bu qizni oldiga chiqib ketayotgan joyimda, men taqdirda ham davlatimiz davlat hisobidan bularni jo'natib beryapti. Sizlardan faqat duo. Mobodosiga agar o'sha marhumlar uchun kasalxona xarajatlari uchun mabodo ehson yig'ish ga mavzu taqaladigan bo'lsa, sizlarga aytaman, shu marhumlar uchun ehson yig'amiz. Yana qaytarib o'taman, bittasi Chonanda yotibdi, bittasi Pyeongtaekda yotibdi. Pyeongtaekda yotgan hali aytganda o'zini osgan, narigisi o'zini kasal bilan. Men endi sekin boraman, sizlarga ko'rsataman hammasini. Iltimos sizlardan maksimalli podeshka qilinglar. Mana shu videoning tagida like, komment, repost bor. Ayniqsa repost eng keraklisi. Bizga butun dunyodan ko'ryapsizmi? Oddiy uy bekasimisiz, boshqa davlatda ko'ryapsizmi? Bizga yordam beringiz kelyaptimi? Kommentda 100 ta komment bosib, like bilan repostni bosib qo'ying. Shuni o'zi bizga juda ham katta yordam. Iltimos sizlardan, Koreyada hech nima insonni o'zini joniga qasd qilishiga, o'zini osib qo'yishiga umuman arzimaydi. Iltimos sizlardan, bola chaqalaringga, Koreyada yurgan bola chaqalaringga juda ham hushyor bo'linglar. To'g'risi, men ham juda zerikib ketyapman. Yuragim ham ko'tarmayapti. Bunchalik haligi stressda, bunchalik og'ir holatlarda. Iltimos sizlardan maksimalli duo qilinglar. Men boraman. Holat qanaqa bo'lgan bo'lsa, shundayligicha olaman, shundayligicha ko'rsataman. Meni ham haqqimga duo qilib qo'yinglar. Inshaalloh qadriyat videolar chiqadi. Like bosib, repost bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Sog' bo'linglar. Men ketdim. Rahmat.
o'rtoqlar, shoshmaymiz. Endi e'tiboringlarni mana bu narsaga qaratamiz. Hozir bundan oldingi videoni yaxshilab ko'ringlar, bo'lmasa bu videoni tushuna olmaysizlar deb aytgan edim, to'g'rimi? Qaranglar. Bu bolalar, qarochi bu okaga yozyapti, to'g'rimi? Birinchidan bu screenshot kim yozayotganligi ko'rsatilmagan. Bu o'sha oldindan plan qilib kesib qo'yilgan. Bu bir. Xo'p, endi qarang, bola yozyaptiki 248 da, to'g'rimi? 248 da. Endi okani eng oxirgi chatlari nima bo'lyapti? Ha, bo'ldi, oldinglarda kim bor? Bo'ldi, hostel qilaman deganlar 253 bo'lyapti, to'g'rimi? 253. Bo'ldi, eng oxirgi chat 253 bo'lyapti. Endi bu oka bu joyga kelib, bu videoni olgunlarigacha 307 bo'lyapti. O'zlarini qo'llarida soat ko'rsatib turibdi, to'g'rimi? 307 da. Men hozir shunaqa narsani eshitdim, u bu deyaptilar-da. Butun hamma narsani tushuntirib beryapti bu bola, to'g'rimi? Dorga anaqaga o'zini, vannaga o'zini osganligini, ro'molda osganligini, imini vannada osganligini, vanna bilan tualet o'rtasida ajrasib turuvchi ana temirga osganligini, va shu yerda o'zi temir emas, odamni ko'rsatmaydi. Xullas, bu endi savol tug'iladi. Bor yo'g'i, tak, 53 ta 253 da yozilgan bo'lsa, eng oxirgi chat bu odam bu yoqqa kelib bu narsani qayerdan bilyapti? Bor yo'g'i 14 minut farq qilyapti. 14 minut ichida bu butun hamma narsani bilib bo'ldimi? Yana bu odam aytayaptiki, endi bu narsani biz serial qilamiz deb serial qilib tushuntiramiz deyapti. Demak, buni serial bo'lishigacha bu odam oldindan bilgan. Voy bosh. Menga xullas 1-2 kun vaqt berasizlar, 1-2 kun. Bu narsani men o'rganmayapman. Men to'g'risi o'zim qattiq qiziqib ketyapman. Buni menimcha men shunaqangi zo'r joydan ushlab oldim. Endi bo'ldi, ketdi. Qo'yib yubormaymiz. Ushlagan joyimizni qo'yib yubormaymiz. Oxirigacha olib boramiz. Bu yerda aniq jinoyat bor, menga ishoninglar, aniq jinoyat bor. Bizani kuzatishda davom etinglar. Aytganman, yo'qoringlar, shuncha to'palin bo'lmaydi dedim. Aytganimni qilmadilaring. O'shaning uchun bir kattani bir kichkinani aytganini qildigan edi. Yoqqamizda shuncha gap so'z bo'lmas edi. Baliq boshidan salsiydi, enasini ko'rdilaring kimligini, Samonga ayblarni to'kkamanglar. Mana shu Koreyaga pul topaman deb onasidan undan chiqib ketyapti. 70% Samonni qo'lida ishlagan. 70%. O'shaning uchun kutlaringni qisib yuraveringlar Koreyaga kelganlar. Bulargachi, kelganlar ham, studentchalik yasab olganlar ham. Opa qarang, bulargacha mabatda ishlar.